narxini biladi. Orqamda turgan masjidni ko'ryapsizlarmi? Abdulla Nabiyevning Islomobod masjid bo'ladi. Bizni Zo'rlakatga kelganmiz, Olmazor tumani Chimboy mahallasiga kelganmiz. 357 sotuvli xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Fasad qismini bitta deb beraman. 12,5 bo'lyapti. 6 tacha xonasi bor ekan, kirib yashash imkoniyati ham bor ekan. O'zi 2 oycha oldin chiqib ketishgan ekan. Xo'p, hamma biladigan lokatsiya yana tushuntiraman. Turin universiteti Nukus jo'ja bo'ladi. Orientir ketdi. Ichkarini ko'rsataman sizlarga. Xudo xolisa. Mana ko'ringlar, mana shunaqa o'zimizning eski, faizli xonadonlardan yaxshi lokatsiya, zo'r joy. Umumiy bu yerda o'zining xonalari bor, kirib yashash imkoniyatingiz bor. Videoda qo'yaman, bitta ko'rasizlar. Bu mahallalarda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, hamma narsa bor. Zo'r mahalla. Mahallaning oxiriga joylashgan. Bolalaringiz ham ko'chada bemalol o'ynayveradi. Bu lokatsiya zo'r lokatsiya. Mana shu lokatsiyadan olinglar. Keyinchalik pulingiz ko'payib ketsa, buzib tashab, cho'tki qilib remont qilib olasizlar. Zato zo'r lokatsiyada yashaysizlar, bolalaringiz katta bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, $100,000. Oddiy yana kelishadigan joy bor. Videoning tagida nomer bor. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib barakasini qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyani Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.